Xo'p, bugun bizada kanalimizda berilgan tahlil bo'yicha yevro va yapon yuanida H1 time frame'ida berilgan analiz supply va demand zonalariga asoslanib biz buyga kirdik. Ya'ni xuddi shu joyda ko'rib turganingizdek mana bizada xuddi shu joyda buy berildi qachongi tushganida. Agar kuzatsak, hop mana bizda aynan shu joyga keldi. Mana biz qizil turgan joyimiz, ya'ni bizni stopimiz edi. Bizni entry zonamiz bu yerda edi. Birinchi entry zonamizda anchagina yurib berdi, 1.5 va biz save qilgandik va ikkinchi marta ham bizga tushib imkoniyat berdi. Ya'ni bu zonamiz juda ham kuchli hisoblanadi, chunki H1 da berilgan analiz va 1.1 yana yurib berdi. Hozirgi holatda mana bozorimizning ayni vaqtda turgan joyi va bizning oxirgi take profitimiz, ya'ni 1.5 hisoblanadi. Agar xuddi shu joydan hisoblasak, bizda qancha yurib berishini ko'ramiz. Ya'ni hop, hozir hisoblaymiz. Va 1.3 ekan, azizlar. 1.5 deb o'ylabman. 1.3, ya'ni biz 1.5, 2 dashi. 1.5 desa ham bo'laveradi. Chunki biz 1.1 da save qilganmiz va entry qilganimizda yana bir marta urindik va 1.1 yurib berdi. Hozir kutamiz endi. Bu H1 tahlili odatda kunlab vaqt olishi mumkin. Hozirgi bu birinchi analizimiz bugungi payshanba kuni New York Yevropa sessiyasi oralig'ida.